Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli görürmenler. İstiklal gündəlik xəbərlərimizi görüşünlərini qarşı alımız. Mən Abdullah Yalğun. Programımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərlərini huzuruna sunumuz. Qınamızda qıtınlar ekranımızda olsun. Əsirgə düşkən Xitay əskərlər sazayı qılındı. Ukrayna Dövlət Bexatarlik İdarəsi axbarat elan qilish yig'ini o'tkazib, oldingi hafta əsirgə düşkən 2 Xitay əskərini muxbirlar oldida so'zlatkizdi. Ukrayna taratqullarining aloqador xabarida qayd qilinishicha, Ukrayna Dövlət Bexatarlik İdarəsi 14 aprel Kiyevdagi bir axborot markazida muxbirlarni kutib olish yig'ini o'tkazgan bo'lib, oldingi hafta asirga tushgan 2 Xitoy qo'llari bog'langan holda yolab elib kelingan. Ular muxbirlarga Xitoycha so'zlab, o'zlarining Ukrainaning Donetsk rayonidagi urushda asirga tushganligini, to'rda tarqalgan e'lon orqali Rossiya armiyasiga qatnashganligini bildirgan. Ularning birisi o'zlarining Xitoyga qaytqusi borligini, Xitoy rejimining bu haqda o'zlariga yordam qilishini, ya'ni Rossiya bilan Ukraina o'rtasidagi asir almashtirishda qutulib Xitoyga qaytib ketishni umid qilganligini, haqiqiy urushning kinolarda tasvirlangandek emasligini bildirgan. Yana bir Xitoy asiri bo'lsa, urushga qatnashishni xohlaydigan boshqa Xitoylarni bu haqda ogohlantiradiganligini, chunki Rossiyadan anglaganlarining butunlay yolg'on so'zlar ekanligini, amaliyotda Rossiyaning unchivala kuchlik emas, Ukrainaning unchalik ojiz emasligini aytgan. Ukrayna Dövlət Bexatarlik İdarəsi mazkur Xitoy askarlarining Rossiya Davlat Mudofaa Ministerligi bilan to'xtamlashganligini, ularga tunji qatimda zo'r miqdorda naqd pul mukofot va keyingi har oyda 200 mingdan 250 ming rublgacha, taxminan 2 mingdan 3 ming dollargacha haq berilganligini oshkorlagan. Oldingi hafta mazkur Xitoy askarlar asirga tushgandan keyin Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiy 9 aprel muxbirlarga bayonot berib, urushga qatnashayotgan texmo ko'p Xitoylarning borligini ta'kidlab, ism familiyasi, pasport ma'lumotlari bor 155 Xitoy fuqarosi Ukraina zaminida Ukrainaliklarga qarshi urushmoqda degan edi va Xitoy tarafining bu ishni biladiganligini ilova qilgan edi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi bo'lsa, bu qilmishini inkor qilib, Rossiya uchun urushgan Xitoy askarlarining shaxsiy salohiyat bilan urushga qatnashganligini, Xitoy rejimining izchil holda Rossiyadagi fuqarolarini qurolliq to'qinishga aralashmaslik haqida ogohlantirib kelganligini da'vo qilgan edi. Filippin Xitoyning maxfiy suvosti uskunalarini bayqaganligini e'lon qildi. Amerika bilan Filippinning birlashma harbiy manevri yiqilishayotgan bir mezgilda Xitoyning odamsiz yuralaydigan suvosti uskunalarining maxfiy uchur to'plaganligi oshkorlandi. Fransiya xalqaro radiosining xabarida bildirilishicha, Filippin harbiy qismi 15 aprel Filippin baliqchilarining 5 dal suvosti uskunasini bayqaganligini, bu uskunalarning suvosti urushiga aloqador uchurlarni to'play oladiganligini, oz deganda bir uskunaning allburun Xitoyga ma'lumot yo'llab bo'lganligini e'lon qilgan. Mazkur uskunalar Filippin bilan Amerikaning birlashma harbiy manevri yiqilishayotgan bir mezgilda bayqalgan bo'lib, taxminan 10 ming askar qatnashadigan harbiy manevr 21 apreldan 9 maygacha o'tkazildi ekan. Filippin bilan Xitoyning munosabati dengiz rayonidagi talash-tartib sababli kunsiri kuchayotgan bo'lib, Xitoyning ig'vogarchilik, zo'migarlik qilmishlari vaziyatni texmo jiddiylashtirgan. Undan boshqa bir necha kun burun Google shirkatining xaritasidagi yernomada o'zgarish bo'lganligi xalqaroning diqqatini qo'zg'agan. Google xaritasida Filippinning g'arbidagi dengiz tavalligi Janubiy dengiz Nanxay emas, balki Filippin hukumati rasmiy bekitgan G'arbiy Filippin dengizi deb ko'ringan. Bundan ilgari bu ism faqat maxsus izdigan vaqtida ko'rinadigan bo'lib, navbatda bevosita holatda ko'rinadigan qilib tengshalgan. Filippin amaldorlari buningga maxsus ifoda bildirib, qaramoqqa buning hech qancha cho'ng o'zgarish emasdek ko'rinadiganligini, ammo u xalqaro jamiyatning Filippinning egilik huquqini e'tirof qilganligini aks ettirib beradiganligini ta'kidlagan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi bu haqdagi savolga bevosita javob berishdan o'zini qochirib, Janubiy dengiz degan nomning xalqaroda e'tirof qilinganligini uzundan buyon ishlatib kelganligini da'vo qilish bilan kifoyalangan. Trump tamojna beji masalasida top Xitoyning maydonida dedi. Amerika prezidenti Donald Trump savdo suhbatida ustalga o'ltirishi kerak bo'lgan tarafning Xitoy ekanligini bildirgan bo'lib, Oqsaroy e'lon qilgan bayonotda Trumpning Xitoyni Amerika Avasiya shirkati Boeing shirkati bilan tuzilgan keng ko'lamli kelishimni buzish, yangi aeroplanlarni qabul qilishni to'xtatish bilan ayblaganligi bildirilgan.
Aqsaray bayonotchisi Karolin Levitt seshanba kuni o'tkazilgan muxbirlarni kutib olish yig'inida Amerika prezidenti Donald Trumpning top amdi Xitoyning maydonida Xitoy biz bilan kelishim tuzishga majbur. Bizning ular bilan kelishim tuzishimizning hojati yo'q. Xitoy bilan boshqa davlatlar orasida hech qanday farq yo'q. Birdan-bir farq ularning texmo cho'ng bo'lishida deganligini e'lon qilgan. Bayonot yana Xitoyning o'ch elish qilmishlari sababli Amerikaning Xitoy mallaridan 245% boj elishi mumkinligi ta'kidlangan. Trump ijtimoiy taratquv hisobida ham baharlagan bir uchurida ular to'liq va'da qilingan aeroplanlarni qabul qilmaydiganligini aytdi. Bu orqali cho'ng Boeing kelishimini buzgan bo'ldi degan. Ammo Trump tilga olgan Boeing kelishimi to'g'risida texmo ko'p tafsilot bermagan. Yil boshidan buyon Trump Xitoyning import mollariga yuqori tamojni beji yo'l qo'yib, oldingi hafta bu bojni 145% ga yetkazgan edi. Ammo Trump hukumati boj kechirim qilish doirasini kengaytib, Yanfon kompyuter qatorliq ba'zi texnika mahsulotlarga 10% lik tamojni bejini yo'l qo'ydiganligini, bu sohada Xitoyga qo'yilgan 125% lik qo'shimcha bojni kechirim qildiganligini bildirgan edi. Buningga qarata Xitoy Amerika yezi egilik mahsulotlarini hujum nishoni qilib, o'ch elish xarakterlik boj yo'l qo'ygan bo'lib, Amerikadan import qilingan mahsulotlarga 125% lik boj qo'ygan edi. Koreya bilan Amerikaning birlashma dengiz manevri oxirlashdi. Janubiy Koreya bilan Amerika Pohang atrofida 9 kun davomlashgan mina tozalash manevri o'tkazib, dengiz mudofaa taktikalarini birlikda taraqqiy qildirdi. Yonhap xabar agentligining chorshanba kuni Janubiy Koreya dengiz armiyasining bayonotiga tayanib xabar qilishicha, Janubiy Koreya va Amerika qismlari birlashma mina urushiga taqobil turish iqtidorini oshirish maqsadida Sharq-Janubiy dengiz qirg'og'idagi shahar Pohang atrofidagi dengiz tavalligida birlashma dengiz manevri o'tkazgan. Seshanba kuni oxirlashgan 9 kunlik manevrga Janubiy Koreyaning Nampo MLS-2 tipli mina qo'yg'uchi paraxoti bilan Amerikaning USS MCM-10 tipli mina tozalash paraxoti qatorliq ikki tarafdan jami 10 urush paraxoti va 3 tik uchar qatnashgan. Bu 2014-yili yo'l qo'yilgandan buyon ikki davlat birlikda elib borgan 10-qitimliq dengiz mina tozalash manevri hisoblandi ekan. Janubiy Koreya bilan Amerika qismlari yana seshanba kuni Koreya yarim oroli havo bo'shlig'ida kam deganda bir dona B-1B bombardimonchi aeroplani qatnashgan birlashma havo manevri o'tkazgan. Bu fevraldan buyongi ikkinchi qitimliq manevr ekan. O'tgan hafta Amerika bilan Janubiy Koreya urush va tinchlik mazgilidagi dengizda birlikda qutqizish iqtidorini o'stirish uchun Changwon dengiz tavalligida yana bir dengiz manevri o'tkazgan edi. Yaqinqi yillardan buyon Xitoyning rayondagi zo'migarlik harakatlari va tahditlari qo'shni davlatlarni andishiga selayotgan bo'lib, ular Amerika va Yevropadagi ittifoqdosh davlatlar bilan harbiy hamkorlikni kuchaytirmoqda va turli birlashma manevrlarni o'tkazmoqda. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Atigi programmamizni ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.